Hammaga assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Sizlar bilan Newton Akademiya va sizlar bilganingizdek Toshkentda bizda 5 tadan oshiq filialimiz bor va shu YouTube sahifamizda bugun biz shu 5 ta filialimizni obzorini qilamiz. Va bugun biz Rakat filialimizdan boshlaymiz. Bugungi obzorimizda Rakatdagi filialimizda nechta xonalari bor va konsultatsiya xonalarimiz qanaqa sharoiti bor, o'shani hammasini sizlarga batafsil ko'rsatib tushuntirib ketamiz. Qani unda boshlaymiz. Filialimizga kirib kelganingizdan keyin bizning administratsiyamiz kutib oladi. Shu yerdagi qizlar sizga hamma batafsil ma'lumotlarni beradi. Filiallarimiz haqida va kurslarimiz haqida hamma batafsil ma'lumotlarni berishadi. Va mana kirishinglar bilan chap qo'lda ham sizda, o'ng qo'lda ham konsultatsionniy xona. То есть shu xonalarda sizlarga batafsil ma'lumotlarni berishadi. Rakat filialimiz Yakkasaroy tumani, Rakat mahallasi, O'rikzor ko'chasi 143-uyda joylashgan. Filialimiz jami 3 qavatdan iborat. Hozir har bir qavatda nimalar borligini va bu yerda o'quv jarayoni qanday tashkil etilganini ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu 5 yozib qo'yilgan. Bu bekorga emas, chunki Newton Akademiyasiga 5 yil bo'ldi. Shu qavatda yana bitta bizda juda ham muhim xonamiz bor. Bu yerda bizda bepul diagnostikamiz bo'lib o'tadi. Agarda o'zingizni farzandingizni bilim darajasini tekshirmoqchi bo'lsangiz, shu filialimizga kelib, bilim darajasini tekshirib olishingiz mumkin. Mana bizda уже test bo'lyapti. Nechinchi sinfda o'qiysiz? I'm Sharif Abdurrahman and I currently study in third grade and I'm turning 4th grade. Newton Akademiyada qancha vaqtdan beri o'qiysiz? I've been currently studying at Newton Academy for 6 months and my English grammar has currently improved by a lot. Qaysi maktabga yoki imtihonga tayyorlanyapsiz? I'm in 27 school and I'm currently trying for president school. Men bunchalik ingliz tilini bilmayman lekin. Newton Akademiyada sizga eng yoqadigan narsa nima? The fact that they teach math very good, logic, everything, like they're good at teaching everything. The best thing is math. The best thing they teach is math because I didn't even know multiplication that good back then. Just in 1 month I learned into division. Sizlar ko'rasizlarmi nima deyapman? Men unchalik gapirolmayman, qattiq 21 yoshda bo'lsam, lekin молодец, zo'r. Boshqa o'quvchilarga Newton Akademiyani tavsiya qilasizmi? Okay, Newton is actually a good place and I recommend it to all students around Uzbekistan because it's really good and it teaches me a lot, 4-digit division and a lot of things basically, logic, math, more grammar and all that basically. Necha yoshsiz? I am turning 10 in October 24th. Right now I'm 9. Okay. Mana shu yoshdagi bolalarga любойga vizit tashlaymiz. Shu bola bilan speaking qilasizlar. Agar kim mana shu bola bilan speakingda yutsa, bizdan sizlarga sovg'amiz bor. Mana bizani litsoyimiz. Farzandingiz undan oldin qayerdadir o'qiganlarmi? Chunki ingliz tilini juda ham zo'r bilar ekanlar. Oddiy maktab. Lekin o'zingiz ham ingliz tilini yaxshi bilar ekansiz, to'g'rimi? Ingliz tilini yaxshi bilaman. Siz qayerdan bilasiz uni? Maktab keyin Amerikada yashaganman. Amerikada yashagansiz. O'z soham ham shu logistika sohasida Amerika bilan ishlab kelganman ancha yildan. Zo'r. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Farzandni ingliz tilini o'rganishi qanchalik muhim? Juda ham muhim deb o'ylayman, ayniqsa hozirgi paytda bu ingliz tili jahon tili bo'lib qoldi, keyin biznes tili bo'lib. O'shaning uchun bolalar uchun, o'zi uchun rivojlanishi uchun ham juda kerak deb o'ylayman. Lekin farzandingiz juda ham zo'r ekan. Chunki ota uchun eng muhimi farzandi uchun, to есть farzandiga rahmat deyishsa, otangga rahmat deyishadi. O'shaning uchun lekin real farzandingiz zo'r ekan. Respekt. Yana bitta savolim bor. Hozir Newtonda mana 2 odamlar уже o'qiyaptilar. Sizlarga yoqyaptimi o'qish jarayoni? O'qish yaxshi, sharoitlar yaxshi. Ya'ni u bolani o'zi ya'ni o'qishga qiziqish ortyaptiki, ya'ni kamaymayapti. Ya'ni o'zi bir xil payt bolalar nima deydi, discourage deydi ingliz tilida, o'zida xohish yo'qolib qoladi. Unaqa emas, alhamdulillah. Bola o'zi o'qiyman, yana harakat qilaman deb
yana bular tomonidan ham o'zidagi mana shunaqa hakatonlar qilib, keyin qiziqtirishlar yaxshi. Yaxshi o'zidagi misol uchun har safar kelganda qanaqadir yengilliklar qilib bolani qiziqishini so'ndirib qo'ymaslik uchun harakatlar qilishyapti. Yaxshi. Yaxshi. Anaqa oxirgi savolim bor edi. Ustozlar qanaqa sizlarga yoqotdimi? Ustozlar yaxshi, yosh kadrlar, ya'ni bolalar bilan muloqot qilishni biladigan, yaxshi. Chunki juda ham ko'p ota-onalar aytishyapti-da, sizlarda ustozliklar yosh va o'sha sal to'g'ri kelmayapti. Lekin ko'p ota-onalar shuni ham aytishyaptiki, to что ustoz yosh bo'lsa, bolalar bilan ham tezroq kontaktga tushar ekan. To'g'rimi shu? Tajriba, ya'ni yosh katta odamga ham tajribali odam deyishimiz mumkin, lekin hozirgi zamonning talabi yoshlar tushunadi, yengilliklariga yoshlar tezroq o'rganadi. Uni o'rgata oladi deb o'ylaymiz. Rahmat sizga kattakon ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Ismim Shahzod. Newton Akademiyada 4 yildan beri dars berib kelmoqdaman. Newton Akademiyada qancha vaqtdan beri ishlayapsiz? Hop, 4 yildan beri matematika, mantiqiy fikrlash va tanqidiy fikrlash darslaridan dars berib kelmoqdaman. Hozir qaysi sinf va qaysi yo'nalishdagi o'quvchilarga dars beryapsiz? Hozir biz asosan 3-sinf va 4-sinflarga Prezident maktabi, Al-Xorazmiy va ixtisoslashtirilgan maktablarga tayyorlab kelmoqdamiz. O'quvchilaringiz asosan qaysi maktablarga tayyorlanishyapti? Avvalambor Prezident maktabi, Al-Xorazmiy va ixtisoslashtirilgan maktablar. Bu yildan biz уже xorijiy maktablarga, ixtisoslashtirilgan maktablarga ham tayyorlanmoqdamiz. Oxirgi savol, ota-onalarga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz? Ota-onalarga tavsiyamiz tayyorgarlikni iloji boricha vaqtliroq boshlash, kamida 1 yil tayyorlanishni maslahat bergan bo'lardik. Hurmatli ota-onalar, shu tarzda Newton Akademiyaning Rakat filiali bilan tanishib chiqdik. Agarda siz ham farzandingizning bilim darajasini tekshirmoqchi bo'lsangiz, Rakat filialimizga tashrif buyurib, bepul diagnostikasi orqali bilim darajasini bilib olishingiz mumkin. Yoki shu raqamlarga aloqaga chiqsangiz, sizga batafsil ma'lumotni berishadi. Hurmatli ota-onalar, shu videoni ko'rganingiz uchun katta rahmat va keyingi sonlarda qaysi filialimizni obzor qilganimiz ma'qul bo'ladi. Izohlarda yozib ketinglar. Newton Akademiya farzandingizning kelajagini birga quramiz.